Assalomu alaykum, Visa Support kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun mana ukamiz Sunnatullo 12831 keys bilan vizalari tasdiqlanib chiqdi. Bular ham Olmaotadan olganlar. Mana vizalar oilaviy 4 ta. Xo'p, Sunnatullo bizada boshidan noldan dokument qilganlar. Noldan dokument qilishi juda foydalari ko'p. Qo'shimcha xarajatlar, qo'shimcha narsalar hech qanaqa bo'lmaydi. Shu boshida to'langan to'lov, transfer to'lovi ham shuning ichiga kirib ketadi. Shuning uchun boshidan to'g'ri firma topish juda ham muhim rol o'ynaydi. Qalay bo'ldi ishlar Sunnatullo? Sizga kattakon rahmat, yaxshi. Qiyinchiliklarsiz, sizni harakatlaringiz bilan qiynalmadik-da, to'g'risi biz. Qarshi hech qanaqa ish ham qilganimizda hamma ishimiz qilib beramiz, qiyinchilik sezmasdan vizalarimizni oldik, xudoga. Buni jo'natib turing, buni jo'nating, bu yoqqa boring, bu yoqqa boring, topshirdingiz, bo'ldi, vizalar chiqdi. Sizning yo'l-yo'rig'ingiz bilan bo'ldi hammasi. Maslahatlaringiz bilan. Qalay, u suhbatda nimalarni so'radi? Qiyin bo'lmadimi? Suhbatda ikkita savol berildi. Masalan, o'zimga ham, ayolimga ham. Bu yoqda nima ish qilasan, bu yoqda nima ish qilasizlar deb so'rashdi. Shu. Suhbatdan o'tganimizni bilmay ham qoldik-da. Akoshkalardan navbat-navbatli keldik. Shu bilan bo'ldi, apiga tushdilaring dedi. O'shanda ham masalan sizni yordamlaringiz bilan apidan ham chiqib, vizalarni oldik. Yaxshi. Qaysidir momentda shubha bo'ldimi? 12800 biza ola olmasak kerak, kuyib ketdi shekil green kartamizni deb ham o'yladingizmi? Unaqa bo'lmadi. To'g'ri sizga ishonib turdik biz. Sizni nimalaringiz bilan. Qozog'istonda hamma administrativniga tushishni boshladi-ku. O'sha momentlarda o'sha momentda sal qo'rqishlar bo'ldi-yu. Endi baribir chiqib ketamiz, siz masalan kerakli joylarga, tashkilotlarga ariza yozdingiz. Qolgan sheriklar bilan ham yozishdi hammasi. Biz kuch birligida deganda hamma harakati bilan xudo xolasa o'xshadi. Yaxshi, yaxshi. Siz uchun xursandmiz. Vizalarni olganingizdan xursandman. Amerikaga eson-omon borib, yaxshi joylashib olib, o'sha yerda yangi hayot qurishingizda sizga omad tilab qolamiz. Rahmat ilohim. Hammani omadini bersin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Mana shu Visa Support jamoasiga har qanday vaziyatda aloqada bo'lib turdik. Almatada yurganimizda ham kerak bo'lsa adreslargacha kerakli dokumentlarni ham vaqti kechasini kecha demay, kunduzi demay tashlab berib turdilaringiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Hammaga tavsiya qilamiz. Shu noldan kelib boshlaganmiz sizning ishimizni. Mana xudoga shukr, oxirida yaxshi natijalar bilan chiqib ketyapmiz. Yaxshi. Ishlarga rivoj, Sunnatullo. Rahmat. Sog' bo'ling. Ishlaringizga rivoj.